Usta aka, mana shu 35 lik televizorni sizga sovg'a qilamiz. Aka, sizni tabriklaymiz. Domstroyda Namangandagi showroomdan ko'plab mahsulotlar xarid qilganingiz uchun sizga mana shu 35 lik televizorni sovg'a sifatida berdik. Qalay aka, Namangandagi showroom haqida fikringiz? Juda yaxshi fikrim. Qiynalmadik, oson bo'ldi, bir joyda hamma ishimiz bitdi. Kraskalar ham, atachentalar ham hammasi yaxshi, sifatli ekan. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. O'lsin. Domstroy magazinning o'zida ham o'zi hamma haligi tayyor qilib ko'rsatib qo'yishibdi pishalarni. Xohlagani tanlab olisharar ekan, yaxshi ekan, oson ekan. Misol jo'shida qilib qo'yishganda ko'rgazma. Devorlarga. Shuni ko'rib, bemalol xohlaganlarini tanlab olisharadi. Ishlatishda ham qiynalmadik, sifatida yaxshi ekan chiroyli. Qalay dunyo boyasi atachentoyimizdan foydalanib siz tikurilli mulsalarimizdan ishlatibsiz, mana xonalarda abzor qildik. Yaxshi, juda ham chiroyli chiqdi. Qiynalmadik, mahsulot sifati ham hammasi joyida. Sizga ma'qul. Ma'qul. Namanganlik qolgan usta akalarga qana taklif yoki fikringiz bor aka? Tavsiya qilaman, olishsin, ishlatib ko'rishsin. Endi ishlatib ko'rmaguncha baribir bilinmaydi-da. Ishlatib ko'rishsa o'z-o'zidan yaxshiligini bilishadi. Yaxshi ekan, sizlarga ham tavsiya qilaman. Usta aka, sizga katta rahmat. Xudo xolasa sizni yana filiallarimizda kutib qolamiz. Bizni kuzatib turgan usta akalarimizga siz nafaqat Namangandagi, balki boshqa filiallarimizga kelib ham shunaqa ko'plab mahsulotlar xarid qilsangiz, sizga ham shunaqa chiroyli sovg'alar nasib qiladi. Rahmat hammaga.